Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz ingliz tilida olmoshlarni ko'rib chiqamiz. Hop. Olmoshlar ingliz tilida pronouns deyiladi. Pronouns. Hop. Eng birinchi ko'plar biladigan olmosh bu I. I degani bu man. Keyingisi birlik olmoshlarimiz, ya'ni he, she, it. He bu o'g'il bolaga qaraganda, she bu qiz bolaga qaraganda va it bu jonsiz va hayvonlarga qaraganda va ko'plik pronounlarimiz bu they, ular, ya'ni ikkitadan ko'p odam va siz bularning ichida yo'qsiz. We, biz, ya'ni xuddi shunaqa ikkitadan ko'p odam va siz ichida borsiz, usiz. Va you. You bu san yoki siz va sizlar. Bittagina shu you bitta odamni anglatishi mumkin. Ya'ni men sizga qarab san demoqchi bo'lsam yoki siz demoqchi bo'lsam you deyman. Yokida ikkita odamni sizlarni anglatishi mumkin. Ikkita odam tarafiga qarab men you desam bu sizlar. Hop. Yana ham yaxshiroq ko'rib chiqamiz. Masalan, men aytmoqchiman, meni ismim Olmos. Men aytaman I am Olmos. Seni isming Olmos. You are Olmos. Ularning ismi Olmos. They are Olmos. Ya'ni they deganda bu ikkita odam va siz ichida yo'qsiz. Biz olmoslarimiz, we are Olmos. Va bu yerda уже siz ichida borsiz. Biz deb tarjima qiladi. Olmoslarning eng muhimi bu ularni yodlab olish. Yodlab olganingizdan keyin juda ham oson bo'ladi ishlatish. Ingliz tilida olmoshlar ko'pincha boshida keladi. Ya'ni har doim bizda pronoun keladi. Olmosh plus уже verb keladi. Fe'l. Ya'ni birinchi odam, keyin уже qanaqadir ham harakat. Va itni ko'radigan bo'lsak, masalan, men aytishim mumkin it is a dog. Bu kuchuk. Yoki it is jonsiz narsalar. It is a table. Bu stol. It is a pen. Bu ruchka. It is a pencil. Bu qalam. Va hokazo.